Assalomu alaykum rahmatulloh. Bitcoin tahlil qilamiz 25.05.2025. Kelajakda nimalar bizni kutmoqda? Tahlil qilib chiqamiz. O'tgan safar men aytganman sizlarga, hop mana bu zonadan impuls qilib chiqishligimiz, ya'ni buni manzili nima desa, mana bu impulsdagi korreksiya va undan keyingi impuls, mana bu masofadagi impulsimiz ishlab berdi. O'zi odatda agar nima qiladigan bo'lsak, misol uchun buni ham qisqacha aytib o'tib ketaman. Bu impulsni korreksiyadagi masofasi, undan keyingi impulsimiz o'z-o'zidan mana bu masofa bilan teng keladi. Va bundan keyin korreksiyamiz nima qiladi? Bo'ladi. Korreksiyamiz odatda 0.6 gacha nima qiladi? Fibonacci'mizni 0.5, 0.6larigacha bizda ishlab beradi. Ya'ni 0.5, 0.6 atrofi. Ya'ni mana bu zonalargacha birinchi hadaf, ikkinchi nima bo'ladi? Target nuqtalar bo'ladi. Hop, bizga buni mana bu rashi Fibonacci'miz nima qiladi? Shundan qo'llanib olsak bo'ladi. Hop, Bitcoin'imiz haqiqatdan qanday qildi? Mana bu masofani bosib o'tdi. Ya'ni mana bundan olganimizda bizda даже bundan o'tib ham ketibdi. Agar mana buni impuls qilib oladigan bo'lsak, impulsda demak bizga aniqki nima qilgan, yetib borgan. Endi korreksiyamiz qayergacha bo'ladi? Biz buni impulsni tortadigan bo'lsak, mana 382, 0.5, 0.6 ga даже yetmagan, 0.5 gacha kelgan. Hop, mana bu yerda o'tgan safar sizlarga Bitcoinni 109 ga chiqadi degan narsada qat'iyat aytgan edim. Va mana bu darslikni ham kanalimga tashlab qo'yganman. Buni YouTube'ga tashlamadim. Kачествоsi yaxshi bo'lmaganligi uchun buni tashlamadim. Lekin mana bu liniyani har teganda bu liniyamiz nima qilib boradi? Kuchsizlanib borishligi va har tegandan keyingi impulsimiz, ya'ni impulsimiz mana bu откат deymizmi, pastga qarab nimasi kichkinayib borishligi. Mana bu yerda aytilinganki, bozor mana bularda stopini olishligi, mana bu zonani eng nima holati, yomon holati, mana buni pastini olib, buni test qilib turib, baribir biz nima qilamiz? Mana bu yerdagi maksimumlarni uramiz degan edik. Haqiqatan o'sha narsa sodir bo'ldi. Endi hozirgi holatda Bitcoin nima qilishligi mumkin? Bitcoinda mana bu yangiladigandan keyin, eski tevalikni yangilagandan keyin ustida zakripit qila olmadi. Zakripit qilishligi juda yaxshi edi, lekin nima qildi? Liniyani pastiga tushib oldi. Hozir bu yerda nima qilyapti? Harakat qilyapti. Bugun oxirgi kunimiz, haftalik sham yopilishligi. Hop, yana shunday, agarki biz trendiy liniya bilan ko'radigan bo'lsak, bizda yana nima qilyapti? O'z-o'zidan mana bu liniyamiz, kanalimiz mana bunday qilib stoplarini yig'ib ketyapti. Bu nima degani desa, bu degani yangiladik, yangi impulsni ko'rdik. Biz albatta korreksiyasini ko'ramiz. Lekin bu korreksiyani ko'rishligi uchun bizga sabablar kerak va yuqorilab ketishligi uchun ham sabablar kerak. Hozir bugun soat mana 1 soatdan keyin 4 soatlik sham ochilar ekan. 4 soatdan keyin mana bu 1 soatdan keyin Bitcoinimiz yaxshi harakatlanib, to yangi haftalik sham ochilinguncha hech bo'lmaganda mana buni tevasini yangilab olishlik kerak. Yoki hech bo'lmaganda mana bu zonalarda nima qilishlik kerak? Yopilib olishlikka harakat qiladi. Agar mana bu narsa bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni tevalarga chiqib olmaydigan bo'lsa,
Keyingi bizni potensialimiz nima bo'ladi? Mana bu nuqtalarda nima qilishligimiz, yangilanib qo'yishligi mumkin. Yangilab qo'yishligi mumkin. Xo'p, agar haftalik shamga nimaga haftalik sham deydigan bo'lsanglar, haftalik sham ko'rgan bo'lsanglar, nima qildi? Tevasini yangiladi va mana bu holatda yopilinyapti. Ya'ni bu ertagacha mana buni ustiga chiqib olsa juda yaxshi bo'ladi. Xo'p, chiqib olmaydigan bo'lgan taqdirda ham, lekin bizda mana bu haftalikda qo'rqitadigan narsamiz yo'q. Lekin nima qiladi? Ozgina korreksiyalarni ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ozgina degandek, hozir men bularni ham ko'rib o'tamiz. Demak, Bitcoinimizga biz nima qildik? Vaqtni berdik va Bitcoinimiz nima qilish kerak? Tevarakga chiqib olishlikka harakatni boshlashi kerak. Xo'p, og'ir holati qanday bo'ladi? Ya'ni pastroqlarga qaysi holatlardagina biz nima qilamiz? Tushib ketamiz. Ko'radigan bo'lsak, mana bu zonada doim nima qiladi? Bitcoinimiz test qiladi va stoplarini yig'ishtirib ketadi. Xo'p, mana bu zonada yaqinlashganligi hozirgi holatda mana buni pastiga nima yopilinmaguncha, mana buni pastini urib yopmaguncha biz nima qilamiz? Yuqoriga qarab ketishlikka harakat qilamiz. Agar pastini yopilingandan keyin ham keyin test qilib, baribir mana bu zonalarda odatda nima qiladi? Mana bu holatda test qilib turib, keyin mana bu zonani nima qilishligi, stoplarini yig'ishtirishligi mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda esa bizni test qilmagan nima zerkalniy уровенimiz bor. Mana bu zonamizda bizda test qilinmagan zerkalniy уровенimiz bor. Bu nimani anglatadi? Bu bizga anglatadiki, mana buni testiga baribir bozor qaytib keladi. Ko'proq nima qiladi? Bozor shuni testiga qaytib kelishlikka harakat qiladi va bu yerdagi mana bu stoplarni nima qilishligi ehtimol yetishligi mumkin. Va bizga o'zi aslan mana shuni test qilib olganligi biz uchun qulayroq bo'ladi. Ya'ni ham Bitcoinimiz oldinroqqa intilishlik uchun, ya'ni yuqoriroqqa qarab ketishlik uchun bizga shu yerda test qilib olgan yaxshiroq bo'ladi. Xo'p. Va mana bu liniyamizni ham nima qilyapti? Qisib kelgan, ancha qisib kelgan. Bu odatda nima qiladi? Bu yerda xuddi mana bunday chizib qo'ygandek test qilib, agar mana bu zonada, ya'ni umumiy olganda mana bunday qilib tortamiz. Mana bu zonada razvorot qilib bozor vastanavit qila oladigan bo'lsa, juda yaxshi. Vastanavit qila olmaydigan bo'lsa, bizdagi ikkinchi mana bu ko'rinishimiz bor. Mana bu ko'rinishlarda agar tarixdagi nimani ko'radigan bo'lsak, daja mana buni aytyapman, mana bu test qilmay qolib ketgan yeri. Ya'ni nima qildi? Bozor xuddi shunday nima qildi? Kelib testini qildi. Va bizdagi minimumlar to'planib qolganligi bu ham bozorda tushishligiga sabab bo'ldi. Lekin mana bu yerda bu yoqqa tushishlik uchun tasdiqlar bo'lgan. Ya'ni agar ko'radigan bo'lsanglar, kelganligi va bir qator yana yangilab turib nima qilgan? Bozor pastlarga testini qilib ketgan. Ya'ni mana bu nuqtani mana. Hozirgi holat ham odatda ko'proq, ya'ni buni tashab ketishligi kam holatda bo'ladi va mana buni test qilishligi odatda keladi. Ya'ni odatda test qilib keladi. Mana bu zonani qaraydigan bo'lsak ham tashlab ketdi va baribir shu zonani nima qildi? Test qildi. Kelib tekshirib va pastga qarab tushib ketdi. Va bu yerda ham nima test qilib kerak bo'lgan nuqtasi va mana bu zonada ham xuddi shunday nuqtalarimiz bor. Xo'p. Endi signal analizda qaytadigan bo'lsak, mana bu molotogimiz bizda teskari holatda turibdi. Bu odatda yopilishligi bundan keyingi ham mana buni yangilashga harakat qiladi. Shuning uchun aytyapman, bugun kechgacha nima qilish mumkin? Bitcoinimiz mana bu zonalarga nima qilishi chiqib olishligi mumkin.
odatda nima qiladi, bu narsalarni yangilaydi. Va mana bu liniyamiz hozir nima qilyapti, ushlab kelyapti. Har kelganda yaxshigina impuls bergan, har kelganda nima qilgan, yaxshigina impuls bergan. Lekin mana bu kelishligida уже nima qilyapti, bozorda kuchsizlanishligi ko'rinyapti. Bu kamdan kam holatlarda sirazi nima qiladi, impuls berib yuboradi. Chunki bozor nima qilyapti, ancha qisilib kelyapti. Ya'ni bozor qisilib kelayotganligini ko'ryapmiz. Ancha qisilib kelyapti va bu yerdan juda kam holat bo'ladi. Odatda pasini urib turib keyin ketishi mumkin. Lekin bu yerda birdaniga agar chiqib biz aytgan narsa hosil bo'ladigan bo'lsa, keyingina urib yuborishlik mumkin. Bugun kechgacha hal bo'ladi. Keyingi dushanbadan bizga yaxshigina volatilность bo'ladi bozorimizda. Hop, qisqacha nimamiz shu edi. Hop, impulsdan keyin agar zakirpet qilib oladigan bo'lsa, keyingi impuls nima qilyapti? Harakatini qilyapti. Bu impulsimiz ham agar chiqib oladigan bo'lsa, keyingi nuqtalarimiz bizda уже nima 130 dan 140 atroflargacha bozorimiz chiqib qo'yishligi mumkin bo'ladi. Uning uchun bu yerdagi bozorimiz tevada zakirpet qilib, mana bu bir kun ichida qilib olishligi. Endi oyligimiz ham nima qiladi? 5 kundan keyin oylik ham yopiladi. Agar oylik shamimiz mana bunday holatda yopilishligi bizda juda yaxshi holat bo'ladi. Unda ham mana bu zonani ba'zida nima qiladi? Testiga keladi. Ya'ni 102.600 atroflariga kelishligi mumkin bozorimiz. 102 dan 100 atroflarigacha test qilib va undan keyin yuqorilashligimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bunaqa holatlarda agar oylik nimada qaraydigan bo'lsak, ko'p topamiz. Hop, haftalikdagi, boyagi kunlikdagi shamimizdagi mana bu malatok osilib qolgani, tevaga qarab turgan nimasida agar ko'radigan bo'lsak, bunaqa holatda ko'proq nima qiladi? Mana bu holat mana bu holatda aytyapman. Bozorimiz undan keyingi shamimiz yuqoriga qarab ketishlikka harakat qiladi. Xuddi shu holatimizni ko'radigan bo'lsak, ko'p uchraydi. Даже mana bu yerda ham mana bu holat nima qilgan? Undan keyingi sham albatta buni yangilagan. Hop, tarixdan yana bir ko'rsatib beradigan bo'lsak, ya'ni mana bu holat ham shunga nima o'xshash. Hop, kuzatamiz bozorni. Qarang, tahlilimizni aytdik. Bugun kechgacha harakat qilamiz inshaalloh tevaga yuqorilab olishlikka. Bo'lmasa yana keyin biz aytgan mana bu ssenariyani nima qilamiz? Ko'ramiz. Hop, Bitcoin dominansimizni ham bir tahlil qiladigan bo'lsak, o'tgan safar aytganimdek, bozorimizni mana bu zonalarda 67-65 gacha bo'lgan masofani nima qilishligi, ko'rib qo'yishligi mumkin. Ya'ni bu haftalik agar mana bunday yopiladigan bo'lsa, keyingi haftamiz 60-82 ga tushib turib va tevardagi mana bu zonani yangilashligi ehtimoli ko'rilyapti. To endi mana buni ustida yopilib olmagunimizcha biz pastga qarab ketishligimiz mumkin. Lekin mana buni yangilashga kelayotgan bo'lsa, demak buni biz nima qilamiz? Yangilaymiz baribir. Buni biz nima qilamiz? Yangilaymiz. Agar mana bu zonani ustida razvorotni agar topadigan bo'lsak, shu yerda yana keyin qattiq qulash hosil bo'lsa, coinlarimizda yaxshigina o'sishlik hosil bo'ladi. O'zi Bitcoin dominansimiz yetib kelgan, ya'ni yaxshigina nimamizga yetib kelgan va shu narsani qachon endi bu razvorotni bo'ladi, biz kuzatib boryapmiz. Shu razvorot bo'lgandan keyin hech bo'lmasa mana buni yamigacha agar kelib beradigan bo'lsa ham bizni nimalarimizda, tangalarimizda yaxshigina o'sishlik bo'ladi akalar.
Hop, bozor baribir umumiy ko'inlarni holatini qaraydigan bo'lsak, bozor pastda, ya'ni hech bir nima yo'q bozorda, judayam pastlarda va Bitcoin dominansimiz ham yaxshigina bir yerga kelgan. Mana bu yerdan baribir qulashi kutilyapti. Ya'ni rost 1 oy, 2 oydan keyin bozorimizda уже nima qiladi? Rost hosil bo'lishni boshlaydi. Ya'ni inshaalloh kuzgacha yaxshi rostlarni ko'rishligimiz mumkin. Xo'p. Ya'ni qisqacha nimam shulardan iborat edi. Bozorda endi nima qilamiz? Kuzatamiz. Salomat bo'lasizlar.